xaos nima uchun yaraladi o'zi insonda yashash yo'lini topolmaslik qachon yaraladi? Qanaqa qilib yashashni bilmaslik, nimani qilishni bilmaslik, yengilroq yasholmaslik, qiynalib yashashlik, yechim bilmaslik qachon yaraladi o'zi? Qachonki yangi to'lqini eski to'lqinidan ayrilayotgan paytda yangicha yashash qanaqa bo'lishini bilmaydi. Informatsiyalar har yoqdan oqib kiryapti-da yerga. Internet orqali, trenerlar orqali yerga informatsiyalar yog'ilib kiryapti-da insoniyatga. Insoniyat informatsiyalarni olyapti. Endi qanaqa qilib yashash kerak? Qaysi birini qilish kerak? Nima to'g'ri? Qiynalib qolyapti. Qaysi qarori? Men ajrashaymi, men yashayman? Men tug'aymi, men to'xtatishim kerakmi? Men o'lishim kerakmi, men davom ettirishim kerakmi? Bu yog'i sistema bo'lsa, bu yog'i matritsa bo'lsa. Nima qilish kerak? Stupurga tushib qoladi-da. O'sha payt xaos yaraladi. Yashagisi kelmaslik, keyin nomlaymiz buni depressiya, stress, bir narsa. Shunchaki yashashni yangi qurolni bilmaganimiz uchun. Bu yerda qurol olamiz. Yashashni yangi qurollarini